Assalomu alaykum. Biz ertalabda ishlarni boshlab olganmiz. Chortoqdagi obyektdamiz. Qumlarimizni to'ktirib olganmiz. Bu yerda mishalkamiz. Ish jarayonlari bilan tanishtirib boramiz. Ikkita xonani tugatib olganmiz. Bu yerga pechkalarni kecha qurib berishdi. Bu yerda tirkasi bo'lmagan hali. Bu yer kecha tugatganmiz tirkalari bilan. Oxir tomon derazalarimiz atkosini olamiz hammasini. Teva past yonlari bilan. İşlerimizga o'zingni baho berib qo'yishing mumkin. Kimga shunaqa sifatli qumsuvoq, rodminsuvoq ishlari kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Tez va sifatli qilib bitirib beramiz ishini.